Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Beauty brendiga tegishli tarsofkamiz, ya'ni 255 talik relsli tarsofkamiz haqida gaplashamiz. Bu apparatimiz funksiyalari, ichidan chiqadigan komplektlari, apparatimiz ishlatganda nimalarga e'tibor berish haqida qo'ldan kelgancha tavsiya beramiz. Videoni kuzatib boring. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni esdan chiqarmang. Ko'rib turganinglardek apparatimizni ochdik. Bu mnogofunktsionalli, ya'ni ko'p tarmoqli apparatimizni ko'rib turishingiz mumkin. Bu apparatimizda xohlagan turdagi taxtalarni, profillarni bemalol kesishingiz mumkin. Birinchi o'chirda apparatimizning ichida komplektda chiqayotgan o'zining maxsus qopi bor. Bu qopi apparatni kesganimizdan keyingi chiqqan changlarni o'ziga tortadi. Xohlaganlar bo'lsa, plyusos ulab ishlatsanglar ham bo'laveradi. Keyin komplektimizda chiqayotgan narsalarning ichida buni o'zining maxsus zavодской shotkasi. Keyin bu apparatimizda ham cho'tkasini almashtirish juda ham oson. Boshqa tarsofkalarimizda cho'tkasini almashtirish uchun kriskalarni ochib, maxsus servislarga olib borib almashtirish kerak edi. Bu apparatimizni o'zimiz ham bitta atyorka orqali ochib almashtirishimiz mumkin. Komplektimizda o'zining ключi bor, diskini almashtirish uchun. Apparatimizga keladigan bo'lsak, apparatimiz xarakteristikasi 1800 Watt, 3200 dan 5000 оборотgacha bo'ladi. Diskining razmeri 255 talik disk hisoblanadi. Bu apparatimiz funksiyasi juda ham ko'p. Bularni sizlarga birma-bir tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, apparatimizni ham yonboshlatib, ham oldiga orqaga surib, relsli qilib, ham o'ngga, ham chapga 45 gradus qilib kesishimiz mumkin. Apparatimizda o'zi asosan tarsofkalarimiz bir tarafga 45 gradus kesadi. Bu instrumentimiz bo'lsa, ikki yoq tarafga 45 gradus qilib kessa bo'ladi. O'zini stopperi bor. Shu stopperini yechib turib, bu yoq tarafga ham qilib 45 gradus qilib kessanglar bo'ladi. Apparatimizga keladigan bo'lsak, bu apparatimizning motor funksiyasi ham juda ham baquvvat qilib ishlab chiqarilgan, ya'ni funksiyasi juda ham kuchli. Bu apparatimizni motor bilan disk o'rtasida remen bilan bog'langan, shesteronkali emas. Bunaqa bo'lishini afzalli tomonlari ovozi ham past bo'ladi. Keyin har xil taxtalarni, profillarni kesgan paytimizda, nagruzka tushgan paytda shesteronkasi ketib qolib, yakir kuyib qolib, shunaqa muammolar bo'lishi kamroq bo'ladi. Sababi nagruzka tushsa, remenga nagruzka tushadi. Lekin bu apparatimizda metal kesib bo'lmaydi, yuqori profil kessak bo'ladi. Maxsus remenda bo'lganning hisobiga faqat taxtalar, profillar kesishimiz mumkin. Apparatimizga keladigan bo'lsak, buni relisovoy qilib kessanglar ham bo'ladi. Kesganimizda 34 sm gacha bo'lgan bemalol displeyni yoki plintuslarni bemalol foydalansak bo'ladi. Ko'pchilik ustalarimiz so'raydi, relisovoy kerak, kattaroq ob'yomda kesish kerak deganlar uchun 34 sm gacha bo'lgan metallarni, profillarni, ya'ni displey, MDFlarni bemalol kesishinglar mumkin. Apparatimizda bo'lsa, funksiyalarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Buni ishlatganimizda bitta qo'lda bosganning o'zida ishlamaydi, ya'ni bezopasniy qilingan. Tushunmagan odamlar, yosh bolalar ishlatib qo'ymasligi uchun o'zining funksiyasi bor. Buni qo'shimcha knopkasini bosib turib, keyin ishlatsak ishlaydi. Keyin apparatimizda kesayotgan detalimizni ko'rinishi uchun o'zining maxsus lampochkasi bor. U lampochkasini yoqqanimizda mana shu pastki tomonida yorug'lik berib, kesayotgan detalimizni bemalol ko'rib kesishga, foydalanishga yordam beradi. Keyin apparatimizda ko'radigan bo'lsanglar, bunda ikki xil funksiyada ishlaydi, ya'ni birinchi, ikkinchi skorsda. Balandroq oborotda, pastroq oborotda o'zining funksiyalari bor. Birinchi, ikkinchi skorsga qo'yib qo'yib turib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Apparatimizni ishlab turgan paytingizda kattaroq detallar bo'lsa, qo'yganda u yoqqa bu yoqqa ketib qolmasligi uchun o'zining maxsus перегородкалari bor. Bu перегородкаlarni olib, qo'yib foydalansa bo'ladi. Keyin o'zini buni katta detal qo'ygan paytimizda ushlab turadigan oyoqchalari bor. Ko'rib turganingizdek, ikki yoq tarafida o'zining oyoqchasini chiqarib turib, bemalol katta detallarni kesib foydalansa bo'ladi. Bu apparatimizning afzalliklari juda ham ko'p. Ulardan bittasi, apparatimiz juda ham ixcham va baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Funksiyasi ham aytib o'tganimizda remenli, uncha nagruzkaga qiynalmaydigan apparat qilib ishlab chiqarilgan. Ulardan bittasi, bu apparatimiz relisi ichki tomonga kirgizilgan. Ya'ni ishlatayotgan paytimizda katta ob'yomni tashqariga bermaydi. Ishlatayotgan joyimizni ixcham joyda ham, kichkina joyda ham bemalol foydalanishga qulay qilib ishlab chiqarilgan. Keyin buni relisimizda ko'rib turganinglardek, ichida maxsus zolderli, pashinli rels qilingan.
yurishi juda ham yumshoq, juda ham oson bo'ladi. Shu tomonlari apparatimizga juda ham katta e'tibor berilgan. Bu apparatimizda yana bitta qo'shimcha funksiyasi bor. Mabodo ustakalarimiz kesayotgan paytingizda kesayotgan detalimizni oxirigacha kesmaslikka to'g'ri kelishi mumkin. Misol uchun kerakli razmerda kesib, qolganiga qaytarish mumkin. Shunda boshqa tarsofkalarda kesganimizda oxirigacha kesib uzib yuborishi mumkin. Shuni ta'minlash uchun o'zining qo'shimcha funksiyasi bor. Buni burab qo'yadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek oxirigacha bormaydi. Kerakli razmer kelganda o'zi to'xtaydi, oxirigacha bosilmaydi. Keyin boshqa payt yana o'sha funksiyasini qaytarib joyiga qaytarib turib, keyin bemalol ishlatsanglar, mana bemalol oxirigacha borib kesaveradi. Bu apparatimizdan foydalanganda nimalarga e'tibor berish kerak? Asosiysi apparatimizda ishlatganimizda bunga kelayotgan tokki постоянно bir xil tok kelib turganiga ahamiyat berishimiz kerak. Sababi tok o'ynagan paytda apparatimizning yakrlariga nagruzka beradi, obmotkalari kuyishi mumkin. Keyin bu apparat ishlatgan paytimizda iloji bo'lsa, apparat ustiga qattiq og'ir narsalar, nagruzkali narsalarni tushirib yubormaslikni, apparatni ustida ishlatgan paytda qattiq bosib nagruzka qilmasliklarni tavsiya qilamiz. Sababi qattiq udar bo'lgan paytda buni graduslari o'zgarib ketishi mumkin. Keyin yana bitta tavsiya qiladigan narsamiz, ishlatgan paytimizda buni kesayotganda o'zini xodida sekin bosib kesishni tavsiya qilamiz. Chunki qattiq nagruzkada reski ishlatib bosganimizda buni remellari uzilib ketishiga olib kelishi mumkin. Remen uzilib ketsa yana servisga olib borish kerak, remen almashtirish kerak. Sizlarning vaqtingizni olishi mumkin. Keyin apparatimizni ishlatgan paytingizda iloji bo'lsa, mayda tishli arrani qo'yib, profillarni aralashinglar mumkin yoki misol uchun DSP, MDF ni aralashinglar mumkin. Yirik tishlarni qo'yganda taxtalarni aralab ishlatishinglar mumkin. Bu apparatimizni ishlatgan paytingizda iloji bo'lsa, yana bitta tavsiyamiz, bu relisini musor tushishi mumkin, chang tushishi mumkin. O'sha paytda ora-orada tozalab turishni tavsiya qilamiz. Shunda yurishi har doimgidek yengil yuradigan bo'lib ishlab beradi, xudo xolisa. Endi bu apparatimizni tabiiy jarayonda sizlarga ishlatib ko'rsatib beramiz. Apparatimizni kesib sizlarga ko'rsatib beramiz. Graduslarini, yonboshlatib kesishlarini hammasini tekshirib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi bunaqasiga yonboshlatib gradus qilib kesamiz. Ko'rsanglar mumkin, mana graduslari cho'tki joyiga kelyapti. Buni funksiyalari juda ham ko'p. Hozir buni chap tomonga gradus qilib kesib ko'rsatamiz. Birinchi o'chirda mana buni qotirib olamiz. Чтобы relis yurib ketmasligi uchun. Ko'rishinglar mumkin, graduslari ham cho'tki kelyapti. Keyin buni yaxshi tomoni, detalni kesib bo'lganingizdan keyin bemalol detallarni olaverasizlar. Buni o'zi zashtasi pichog'ini yopib turadi, shtop kesayotganda qo'lingizdan kesib olmasligi uchun. Endi ko'rishinglar mumkin, hamma tarsofkada bir tarafga yonboshlaydi, bizning ikki tarafga yonboshlagani uchun ikkinchi tarafini ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Ikkinchi tarafiga ham 45 gradus ko'rsatib beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Tiniq kelyapti graduslari, cho'tki. Bu apparatni olib ishlatish kerak, foydalanish kerak. Apparatimizni ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha sizlarga tanishtirib, ishlatib ko'rsatib berdik. Kimga shunaqa professional instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning maxsus ilovamizdan xarid qilishingiz mumkin. Agar videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosing,
Fikr izohlaringlar bo'lsa kommentariyga yozib qoldiringlar. Bizani doim kuzatib boring.